Amir avtosavdo kechki bozorida sizlar uchun arzon narxga yaxshi Spark mashinasi akalar. 2018-yil 131 ming kilometr masofani bosayotgan ikkinchi versiya mexanikasi bo'ladi akalar. Akalar bu mashinamiz kecha qo'yilganda sotilgan bu mashina. Aniqroq pulida oz-moz muammo bo'lgan ekan, yana qaytadan olib kelibdilar akalar, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 2018-yil 131 ming kilometr masofani bosayotgan ikkinchi versiya mexanika, to'rtta yangi yumshoq balolar qo'yilgan, balolar zo'r holatda. Salon qismlarini akalar ko'rib turibsiz. Salonlar ham yaxshi, Mercedes reflektorlar qo'yilgan, zavodskiy chexollarda ko'rli solingan. Xo'p, yaxshi monitorlar ham uстановка qilib qo'yishibdi, barli uстановка qilingan. Mashinaga propan gaz balonlarigacha ham uстановка qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Sizlar xohlagandek bo'ladi. Kraska holati 30% atrofida kraskasi bor ekan, o'zining uchun bir qator polностью tekshirtirib, proyektka qilib, notarsi pul sanasini bo'laveradi akalar. Narxini akalar, sizlar olmazza qilishing uchun $5050 baholandi. Bemalol telefon qilib, barak qilishingiz mumkin akalar.